Xo'sh. Yaxshi o'yin ketmoqda. Barchaga salom bolalar. Meni ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachlar. Короче, bugun obbo kim kelibdi ekan? Oy, kim bu? Mer, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom Kompot. Bilasana, bugun sani navbatchilik kuning qishloqda. Navbatchilik kun nima? Men o'zimga boru ovqatlar qilib kompyuterimga o'tirib o'yin o'ynamoqchi edim. Yo, ana endi bu o'zingni ishingni qilishing kerak navbatchilik kuning. Davay bor, tur, ishlarni qil. Qanaqadir qazilish ishlari ham olib borilmoqda u yerda, qishlog'imizda. Ha, rostmi? Ha, o'sha. Короче, ertaga mani navbatchilik kunim har doim shunaqa bo'ladi-ku, bilasan-ku. Ha, mayli, mer esimdan chiqib ketibdi-da, esimda yo'q. Mayli, eslatib qo'ydim-ku har qalay. Hech bo'lmaganda ishingni qilsang kerak yoki yana uyda o'tirasanmi shunaqa? O'zi toza shohbat bo'lyapsan. Yo'q, bo'ldi, barcha ishlarni qilaman, xavotir olmang. Bo'ldi, o'sha yerda, короче, qayerda dedingiz? Mana shu mani uyimni ortida-da. Ha, mayli, yuzda ortida bo'lsa mayli. Ha, mayli, kutaman man sani, ishlarni qilasan. Короче, kechroq anavi qilamiz, tushundingmi? Dam olamiz. Xo'p, mayli bo'lmasa, nima qilishim kerak o'zi? Ko'masan-da. Xo'sh, yaxshi. Obunachilar man qaranglar ko'rishinglar mumkin. U bir dam olaman deb o'tirgan paytda mana bu yerda mer kelib navbatchilik kuning, ish qilishing kerak deyapti va mana bu yerlarni tozalashim kerak menimcha. Ha, albatta, hovuzni aytmagan bo'lsa ham, menimcha bu yerni tozalab qo'yganim yaxshi. Birinchi bunday qilamiz-da. Hoppa, normalniy bu yerda mana shunday qilamiz-da. Hovuzni tozalashimiz kerak, tushunmadim. Xo'sh, qishloqlar yaxshimisizlar? Voy, tushunmadim. Qishloqlar bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu yerda kovlash ishlar olib borilmoqda ekan. Ha, aytganidek merda haqiqatda mana shunday ekan. Hop, obunachilar qaranglar. Bu yerda qanaqadir kovlash mahsulotlarimi, moslamalarimi obunachilar. Juda ham g'alati. Nimani anavi qilayotgan ekan, bular? Men bu tuproqni bunday qilib qo'ygan bular, ustiga yopib qo'ygan nimadirni. Juda ham g'alati. Qani bir buzib ko'raylik. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, hop, davay, tezroq. Va tushunmadim. Men qaranglar, yama bor ekan mana bu yerda. Qanaqadir chuqurlik bor ekan. Tushunmadim. Kim qurgan bo'lishi mumkin bunaqa chuqurliklarni obunachilar? Vashshi hozir hayronman. Bularni tezroq buzib tashlasak, hozir bilib olamiz obunachilar. Voy, men vashshi hayronman, buni kim qurgan bo'lishi mumkin? Oh my god, obunachilar juda ham g'alati. Bo'lmasa hozir bir pastga tushib ko'rishim kerakmi deyman-da obunachilar. Nima deysizlar? Buni qaranglar. Voy, obunachilar juda ham yomon bo'lmoqda-ku. Mayli, mana bularni tezroq buzamiz, bularni ham tezroq buzmasak bo'lmaydi. Xo'p, o'zi mashina ichida kimdir bormi? Hoy, san. Mana bu yerda ham bormi? Yo'q ekan, hech qayerda yo'q ekan. Nimaga bular bunday kovlab yoki bu yamani ko'mib ketishgan, tushunmadim. Men shotda juda ham g'alati obunachilar. Nimadirdan yashirishyaptimi yoki ular? Bu yerga bir tushib ko'rishim kerak-da. To'xtanglar, hozir narvon olib kelmasam, umuman bo'lmaydi. Keyinroq hovuzni tozalayman-da obunachilar. Ha, mayli. Xo'sh, obunachilar mana ko'rishingiz mumkin. Men o'zim olib keldim. Mana bu narvonlardan endi hozir mana bu yerga asta-sekinlik bilan qo'yamiz. Ehtiyotkor o'rnab qo'yaylik. Yana narvon tushib ketib, o'zimiz ham tushib ketmaylik deyman-da. Oppa, normal. Nima qo'yilmayapti bu? Qo'yilmayapti-ku obunachilar. Mayli, mana shunday qilib qo'yamiz-da. Keyin mana bu yerlarga qurib chiqamiz. Oppa, yaxshi. Ana endi mana shu yerga mana shunday qilib narvonlarni qurib chiqamiz. Ajoyib. Xo'sh, bu eshik ochiqmi-kan? Qani bir ochib ko'raychi. Ochiq ekan obunachilar. Bu yerda kimdir yashagan menimcha obunachilar. Ha, men qaranglar. Va laboratoriyami? Haqiqatan obunachilar, bu yerda laboratoriya bor ekan. Nima bu, zumradmi bu? Juda ham g'alati, qanaqadir ruda ekan obunachilar. Cho'tta nimadir nito obunachilar, cho'tta g'alati qaranglar, simlar o'tgan, yana nimadirlar o'tgan obunachilar. Qanaqadir yana tajribalar bo'lganmi bu yerda, tushunmadim. Juda ham g'alati obunachilar, qaranglar, juda ham eski narsalar, monitorlar va juda ham eski tuski narsalar bor ekan. Juda ham g'alati obunachilar. Mayli, nima bo'lganda ham qani mana bu yuqoriga chiqib ko'raychi, bu eshikda nima bor ekan? Qani bir ochib ko'raychi. Xo'sh, bu yerda omborxona bo'lsa kerak. Ha, ancha eski ekan, eski narsalar. Kimdir oldin bu yerga yashagan menimcha obunachilar. Ha, oh my god, buni qaranglar, bu yerda radio bor va qanaqadir kitoblar va bu yerda qanaqadir yashiklar bor ekan. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Qanaqadir dokumentlar va bu yerda obunachilar, bu yerda kundalik bor ekan. Qani bir o'qib ko'raylikchi. Hop, bugun men ruda qazib olishni tezlashtirish uchun maxsus parmani ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldim. Faqat shu qishloqda bu mavjud bo'lgan rudani qazib olish ishlari boshlanmoqda. Buning uchun men ko'p ishlashim kerak. Men boyib ketaman deb yozibdi. Tushunmadim. Juda ham g'alati. Nimaga bu narsani yozibdi ekan obunachilar? Xo'sh, yana qanaqadir betlari bor ekan obunachilar. Bu yerda esa shaxsiy ruda ustidagi ishlarim qizg'in davom etmoqda. Bugun men noyob zumradni va yana qanaqadir gaplar yozilgan ekan. Mana bu noyob zumrad. Noyob zumradni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Endi menga
faqat uning DNKsidan nusxa olish kerak yoki kelajakda men MX91 deb nomlaydigan rudani yaratishga erishgunimcha. Mening laboratoriyam bugun deyarli yonib ketdi. Ehtiyotkorroq bo'lish va ko'proq o't o'chirgichlar o'rnatish kerak. MX91 deyarli tayyor. Asosiysi bu haqda ushbu qishloq aholisini bilib qolmasligi kerak. Turli narsalarning rivojlanishini kuzatishim uchun yer ostida yashashga majburman. Resurs turlari. Umid qilamanki mening ishlanmam bu yerda ildiz otadi va o'shanda meni aniq muvaffaqiyat kutadi. Men uddaladim. Menga yangi MX91 ishlanmam tayyor. Endi men yer yuziga chiqib o'z rudam, ya'ni mana bu rudamni butun dunyoga ko'rsata olaman deb. Laboratoriya men qishloq aholisi shahriga ko'chib o'tishim va eng muvaffaqiyatli olim bo'lishim mumkin deb yozibdi. Xo'sh, yaxshi obunachilar juda ham ko'p narsa yozgan ekan, lekin mayli, nima bo'lganda ham obunachilar. Hozir tashqariga chiqib, xo'p, mana bu ikkinchi etajni ham bir ko'rmasak bo'lmaydi, chunki bu qaranglar, bu yerda qanaqadir noyob Zumrad haqida ketgan ekan, ya'ni ruda yoki Zumradmi rudami, qaranglar, mana bu yerda xo'p, bu yerda yozilishicha obunachilar, bu anavi brat, ya'ni olim brat, bu yerlarda nimalar bor ekan, ishlamay yo'q ekan, ya'ni olim brat qishloqga, ya'ni qishloqdan ko'chib anaviga ketibdi ekan. Ikkinchi etajda nimalar bor ekan bu yerlarda va hop, bu yer chiqish yo'lagi, ikkinchi chiqish yo'lagi normalniy. Hop, bu yerda esa sandiq bor ekan. Sandiqda esa qanaqadir, mana bu aytgan narsalar menimcha boyagi MX91 mi, короче, shunaqa narsalar bo'lsa kerak obunachilar. Ha, menimcha, buzi bo'lmayapti obunachilar buni. Chota nimadir g'alat. Menimcha anavi olim buzishni bilsa kerak, bo'lmasa tezroq o'sha olimni topishim kerak, lekin qanday qilib topishim mumkin? Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda ham menimcha yana bitta kundalik bor ekan desam, bu yerda adres yozilgan ekan. Okey, bo'lmasa bu adres orqali bormasak bo'lmaydi shaharda. Ha, qishloqlar shahriga bo'lmasa bormasak umuman bo'lmaydi obunachilar, bo'lmasa biza o'sha qishloqlar shahriga ko'rishguncha obunachilar. Bo'lmasa hozir men tezroq bormasam, kech bo'lib qolmasin deyman-da, kimdir kovlayotgan ekan-ku, bu yerni kimdir topib olibdi. Xo'sh, mayli, bo'lmasa men ketdim ya'ni qishloqdan ketdim va shaharga ketdim-da obunachilar qisqasi. Xo'sh, yaxshi obunachilar, qaranglar, bu yerda juda ham, mana bu yerga urilib ketdim. Bu yerda juda ham katta mana bu bino bor ekan. Mana shu binoda yashashi yozilgan ekan bu yerda. Xo'p, mana bu bratdan so'rab ko'ramiz. Xo'sh. Xo'p, asta o'tib ketamiz-da, mana bunday o'tamiz-da, mana bu yerdan hoppa eshikni ochamiz. Yaxshi. Janob, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga nimadir kerakmi? Ha, albatta. Короче, mana bu olim qayerda yashaydi? Qanaqa olim? Ha, bo'ldi. Yosh katta olimmi? Albatta, shu yosh katta bo'lsa kerak-da. 42-etajda. Voy, katta rahmat, bo'lmasa mana bu yerdan o'z chiqib oldim. Yaxshi, normalniy. Xo'p, mana bu yer bo'lsa kerak. Oy, kimdir bormi bu yerda? Oy, yoki bu yer emasmi? Bo'lam, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Короче, siz olimmisiz? Ha, men yaxshi olimman bo'laman. Nima qildi? Короче, mana bu men qo'limdagi narsalarni taniyapsizmi? Ichkariga kir, gapim bor. Bu yer narsalar albatta taniyman. Xo'p, men короче kompotman 13-qishloqdan keldim. Albatta, men 13-qishloqda 20 yil yashaganman. Albatta, o'zimni tajribam, eshitdimi, prosta yashaganda men aytmaydi senga. Aytish shart emas, baribir men bilib oldim bularni barchasi haqida. Qisqasi, sizni maxfiy rudangizni bilib qoldim. Ya'ni qanaqadir kimdir kovlayotgan ekan sizni laboratoriyangizda, sizni topib olgan ekan. Ha, Jennerson, meni dushmanim borda. Menimcha o'sha kelgan va kovlab barcha sirlarni o'zi qilmoqchi. Barcha narsalarni o'ziga nomiga o'tkazmoqchi. Xo'sh, bo'lmasa mayli, men siz uchun xohlasangiz qilib beraman, o'sha rudani olib kelishim mumkin, ilojini topib. Albatta, agar topishni ilojisi bo'lsa, ya'ni olib kelishni ilojisi bo'lsa zo'r bo'lardi. Hozir men yoshim katta bo'lib qolgan, bilasan. Ha, mayli, bo'lmasa agarda siz rozi bo'lsangiz, men sizga yordam beraman. Albatta, roziman. Nima uchun rozi emasman? Faqat mana bu qo'lingdagi buzadigan aslahalarni ber. Bularni yasash uchun juda ham ko'p, nima desam bo'ladi, umrim ketgan. Bilasan-ku. Ha, bo'ldi, bemalol olishingiz mumkin. Mayli, bilasan-ku, endi o'zing qishloqqa borib, o'zing yana qilib kelasanmi? Albatta, o'sha siz aytgan rudalarni olib kelishga harakat qilaman. Bo'ldi. Juda ham katta yordam bermoqdasan. Katta rahmat senga. Isming nima edi? Yana esimdan chiqib ketib qoldi. Uzr, bolam. Meni ismim Kompot va o'sha 13-qishloqda yashayman. Ha, 13-qishloqda yashashingni bilaman. Bo'lmasa mayli, tezroq olib kelmasang, anavi meni dushmanim barchasini olib qo'yishi mumkin, bilasan-ku. Oldindan senga katta rahmat. Bo'ldi, sizga ham katta rahmat. Nima uchun? Tushunmadim. Prosta endi mayli, bo'lmasa sizga yordam beraman. Xo'p, mayli, sen katta rahmat bo'lmasa. Okey, bo'lmasa men ketdim, tezroq borishim kerak-ku. Ha, mayli, xayr. Xo'sh, obunachilar, meni ko'rishingiz mumkin. Nima desam bo'ladi? Bu janob olimga yordam berishimiz kerak, chunki uni shuncha mehnati bunaqa yer bilan bitta bo'lmasin deyman-da. Bo'lmasa men hozir mana bu yerdan taksi to'xtatib, shunday qishloqqa borib
kelmasam umuman bo'lmaydi bilasizlar. Ana u olayotgan ekan bitta bratishkalar. Короче, ularni ham adabini berib qo'yishimiz kerak shunaqa gaplar. Nima ham dedim obunachilar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Bo'lmasa men hozir tezroq shuni mana bu yo'ldan o'tib olib, mana bu taksi to'xtatmasam umuman bo'lmaydi. Nima ham dedim obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim obunachilar. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha obunachilar, xayr, sog', salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar va kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq. Mayli bo'lmasa xayr obunachilar. Men qishloqqa ketdim. Taksi kutib to'xtataman.